Mixail Bulgakov, rus yozuvchisi, 1920-yillarda roman, novella va qissalar, pyesalar, ssenariylar muallifi sifatida tanilgan. Uning Xosiyatsiz tuxumlar asari ilmiy fantastika janriga mansub bo'lib, o'tkir satira, ijtimoiy dramani ham o'z ichiga olgan qiziqarli asar hisoblanadi. Barcha zamonlarda ham ko'plab buyuk olimlar dunyoni o'zgartirib yuboruvchi olamshumul kashfiyotlar qilishni va shu orqali butun dunyoni lol qoldirib insoniyatga foyda keltirishni niyat qilishadi. Xosiyatsiz tuxumlar asarida ham professor Perskovning ezgu niyatda boshlagan kashfiyoti ilmdan xabarsiz bo'lgan odamlar ishtiroki sababli salbiy tarafga o'zgarib ketishi haqida yozilgan. Perskov tajribalari davomida tasodifan hayot nurini kashf etadi. Bu nur amyobalarning juda tez vaqtda ko'payib rivojlanishiga sabab bo'ladi. Hayot nuri ta'sirida paydo bo'lgan organizmlar hajman katta, tez rivojlanadigan va agressivligi bilan ajralib turadi. Odamlar bu kashfiyotning nihoyalanmasidan, uning mohiyatini oxirigacha anglab yetmasdan turib, mamlakatda yuzaga kelgan muammoga hayot nuri orqali yechim topmoqchi bo'lishadi. Yuzaga kelgan muammolarni bu sohaga aloqasi bo'lmagan odamlar hal qilishi, ilm-fan ishlariga siyosatning aralashishi qanday oqibatlarga olib kelishi, tabiat qonunlariga qarshi borib, uni o'zgartirishga sabab bo'luvchi kashfiyotlar qilish har doim ham yaxshi oqibatlarga olib bormasligi yoritib berilgan. Hurmatli kitobxonlar, ushbu kitobni o'qib chiqishingizni tavsiya etamiz.